Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslarimizdan, nafsni poklashlik silsila darslaridan eshitish manziratini suhbat qilayotgan edik. Insonni nafsi yuksalgani sari tabiat bilan o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi. Hanzala roziyallohu anhu kunlardan birida kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, sizni suhbatingizda, sizni huzuringizda bo'lganimizda o'zgacha bir holatda bo'lamiz. Oldingizdan ketganimizdan keyin esa boshqacha holatda bo'lib qolamiz." Bo'ladi-yu, ilm majlisiga kelasan, boshqa dunyoga kirib qolasan. G'am tashvishlar, siqilishlar, dunyodagi sizni chalg'itayotgan, qalbingizni band qilayotgan hamma narsalar esdan chiqadi. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub deydi Alloh taolo Qur'onda. Ogoh bo'linglar, qalblar Allohning zikri bilan orom oladi. Siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz, bizni nafsimiz, bizni qalbimiz, bizni jonimiz nima bilan orom olishligini aytayapti. Odamlar mana shu jonini, nafsini, qalbini orom olishligi uchun, rohatlanishligi uchun har xil ishlarga o'zini urib ko'radi. Kimdir yeydi, yesa maza qiladi nazarida. Kimdir uxlaydi, kimdir muzika eshitadi, kimdir o'yin-kulgi qiladi. Qo'yingki, nafs jonni orom olishligiga sabab bo'ladigan ishlarni nima qiladi? Turlisini qidirib izlaydi. Ammo Alloh taolo aytayapti, bu nafslar, qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Mana Hanzala roziyallohu anhu kelib aytayaptiki, sizni oldingizda turganimizda bir boshqacha holatda bo'lamiz, bir boshqacha holat bo'ladi. Ahillarimiz oldiga borganda boshqacha bo'lib qolamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Vallazi nafsi biyadihi law kuntum takununa ala hal alladhi takununa alayha indi la safahatkumul malaika va la adallatkum bi ajnihatiha." Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlar boshqa paytda ham mening oldimdagi holatingizda bo'la olsangiz edi, malaikalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishgan va qanotlari bilan sizlarga salqin qilgan bo'lar edi dedilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida turganida shunday bir iymoniy, ruhoniy holat baland bo'ladiki, agar shu holat bilan tashqarida yura olsanglar doim shunday bir nafs poklangan hol bo'ladiki, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinadigan holat bo'ladi. Demak, ilm majlisi mana shunday narsa. Allohning kalomini tinglash, payg'ambarning so'zini tinglash, eshitish siz bilan bizni mana shunday bir oliy manzilatga, maqomga olib chiqadi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Allohga qasamki, agar meni huzurimda o'tirgan holatinglardagi holatdaqa bo'la olsanglar edi, boshqa holatda, malaikalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishgan bo'lardi va qanotlari bilan sizlarga soya qilgan bo'lar edi. Shuning uchun bizni mana shu bir iymoniy, oliy bir holatga olib chiqadigan majlislarga borishimiz, iymonimizni yuksaltiradigan narsalarni ko'proq eshitishga haris bo'lishimiz kerak. Aksincha bu narsadan uzoq bo'ladigan bo'lsak, Allohdan bizni uzoq qoladigan narsalarga kirishadigan bo'lsak, shu narsalarni eshitishlikda mudmin bo'ladigan bo'lsak, mukkasidan ketadigan bo'lsak, biz albatta tubanlashligimiz aniq. Aytdik, insonning iymoniy holati yuksalgan sari u bilan tabiat o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi. Mana Sulaymon alayhissalom chumolini gapirgan gapini eshitdi. Alloh taolay aytadi: "To ular chumolilar vodisiga yetgan vaqtlarida bir chumoli dedi." Sulaymon alayhissalomning askari, qo'shini chumolilar yashaydigan vodiga qarab kelganida, bu yerda insonlar bor, jinlar bor, parandalar bor, hasharotlar bor, hayvonlar bor. Qo'yingki, Sulaymon alayhissalomning qo'shini. Ana shu vodiyda yashaydigan bitta chumoli aytayapti: "Ey chumolilar, uyalaringizga kiringlar. Yana Sulaymon va uning lashkari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni bosib yanchib ketmasin." Sulaymon alayhissalom uning so'zidan kulib tabassum qildi va dedi: "Parvardigorim, sen menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan yaxshi amallarni qilishga muvaffaq etgin va meni ham o'z fazl rahmating bilan solih bandalaring qatoriga kiritgin." Mana Allohning payg'ambari, eng oliy martabadagi odam hayvonning so'zini eshityapti, tushunyapti.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam tuyani yig'layotganligini va shikoyat qilayotganini eshityaptilar. Insonning iymoniy holati yuksalgan sari tabiat bilan uning o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi. Birov jim turgan mushukni tosh bilan urdi. Hali mushuk dotdida u nandaroqqa borib to'xtab qarab turibdi tosh otganga. Ana shu qarab turishidan nima deyotganligini tushunasiz. Nima deyapti? Nimaga urding meni? Men senga nima qildim deydi. Insonning qalbi va nafsi yuksalgani sari u bilan tabiat orasida uyg'unlik paydo bo'ladi. Boshqalarning ichida kechayotgan narsalarni his qilib qoladi. Qalbingizdagi narsani his qiladigan bo'lib qoladi. Chunki bu Alloh tomonidan berilgan unga karomat deyiladi. Karomat haq birodarlar. Karomat nima? G'ayri oddiy ishlar. Tabiat qonunlariga teskari bo'lgan ishlar. Insonda aqli lol qoladigan ishlar. Agar g'ayri oddiy ishlar payg'ambarlarga berilsa, bu mo'jiza deyiladi. O'zlarining payg'ambarligini isbotlashligi uchun berilgan dalil. Agar oddiy mu'minlarga beriladigan bo'lsa, bu karomat deyiladi. Karomatni inkor qilmanglar birodarlar. Karomat bor narsa. Imom Azam Fiqhul Akbarda shunaqa deydi. Mo'jizalar anbiyolar uchun haqdir, karomat avliyolar uchun haqdir. Bizim mana bu darslarimiz insonni Allohning valisi bo'lishlikka olib boradigan darslar. Biz Alloh taolodan karomatni so'rayapmiz. Ana shu karomatga olib boradigan yo'lni o'rganyapmiz. Haqiqiy mu'min inson iymoni yuksalgan sari boshqalar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lib qoladi. Boshqalar tushunmayotgan narsani tushunadigan bo'lib qoladi. Boshqalar o'ylamayotgan narsani o'ylaydigan bo'lib qoladi. Boshqalar xohlamayotgan narsani xohlaydigan bo'lib qoladi. Boshqalar qo'rqayotgan narsadan qo'rqmay qoladi. Chunki u yuksaldi. Bu sifat, bu xususiyat Allohni tanigan odamda bo'ladi. Dunyoni nimaligini tushungan, haqiqatini anglagan, o'zini dunyodagi vazifasi nima ekanligini aniq bilgan odamda bo'ladi bu narsa. Chunki bunaqa insonda o'zini o'lchov tushunchasi bor. Hammaga ergashib ketavermaydi. Nima uchun yashayotganini biladi, aniq maqsadi bor, qo'lida aniq dasturi bor. Hayotda qiladigan ishi aniq uni. Ertaman turadi, duoda o'qiydi. O'ng oyog'idan oyoq kiyimini kiyishni boshlaydi. Hojatxonaga chopoyoq bilan kiradi. Tahorat qilayotganda nima deyishi aniq, qilib bo'lgandan keyin nima deyishi aniq, osmonga qarab nima deyishi aniq, ko'chaga chiqqan nima deyishi aniq. Minutigacha yozilgan. Bu mo'minda bo'ladi bu narsa. Demak, inson yuksalgan sari, iymon jihatidan yuksalgan sari tabiat bilan uning o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi. Eshitiladigan narsalar ham 3 turli bo'ladi. Eshitiladigan narsalar 3 xil bo'ladi. Alloh yaxshi ko'rgan narsalar, Alloh yomon ko'rgan narsalar, muboh narsalar. Alloh yaxshi ko'rgan narsalar tushunarli endi. Ilm, ma'rifat, Allohning zikri, Qur'on. Alloh yomon ko'rgan narsalar, ana shu harom bo'lgan so'zlar, harom bo'lgan bir ovozlar. Endi uchinchisi muboh bo'lgan narsalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldida ham sahobalar, birodarlar, narx-navo haqida, ob-havo haqida, boroqdagi hosilni natijalari haqida gaplashishar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam eshitib turardilar. Gunoh emasmi, ma'siyat emasmi, mubohmi, og'zingni yop, gapirma bunaqa gaplarni deyishga haqqimiz yo'q. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida bir odamni maqtab qolishdi. Bir ilmi bor. Nima ilmi bor deb Rasululloh so'radilar. Bu odam nassob deyishdi. Nassob kim? Arablarning nasablarini yaxshi biladigan odam. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu ilm uni o'rganganga foyda bermaydi, bilmaganga zarar bermaydi dedilar. Ya'ni foydasi ham zarari yo'q narsa. Muboh. Lekin insonning umri qimmat. Unaqa muboh narsalarni ham ko'p eshitishligi ma'qul bo'lmaydi. Odamlar bilan o'tirasan, ko'chada bo'layotgan ishlarni gapirishadi, voqelik haqida xabardor bo'lasan. Buni ham eshitish mumkin. Muboh narsalar, ammo berilib ketmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zlari ham eshitardilar savdogarlardan savdo haqida, boshqa narsalar haqida. Keyin payg'ambarimiz ularga Alloh haqida da'vat qilardilar, dinni gapirardilar. Shuning uchun odamlarni eshitish ham da'vat uslublaridan bittasi. Eshitiladigan narsa, Alloh yaxshi ko'radigan narsalar bor.
Alloh yomon ko'radigan narsalar bor va muboh bo'lgan narsalar bor. Muboh narsalarni eshitishlik, gapirishlik mumkin, lekin bunda haddidan oshib ketmaslik kerak. Chunki insonning vaqti nima? Insonning vaqti qimmat, umri qisqa. Odamlardan eshit, suhbatlash, hamma qatori o'tir, keyin senga navbat kelganda Allohning diniga hikmat bilan da'vat qil. Alloh subhanahu va taolo sayyidul xalq bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga aytayapti, astagfirullah. Fabima rahmatin minallohi lintalahum. Alloh taoloning rahmati bo'lib, Alloh taoloning rahmati tufayli siz ey Muhammad alayhisalom sahobalarga muloyim bo'ldingiz. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Agar buni o'rniga siz qo'pol, qattiq til va qattiq dil bo'lganingizda atrofingizdan tarqab ketishgan bo'lar edi. Biz odamlarni Allohning diniga da'vat qilishlik niyatimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu muloyimlik degan sifat bizda bo'lishligi kerak. Qo'pollik, dag'allik bilan da'vat qilinmaydi. Qo'pollik bilan da'vat qilinmaydi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam bunday qilmaganlar. Ma'sum bo'lgan zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga nima deyapti? Alloh taolo, agar siz qo'pol bo'lsangiz, odamlar atrofingizdan tarqab ketgan bo'lardi deydi. Iymoniy tinglash degan tushuncha bor. Iymoniy tinglash, talab qilingan tinglash, eshitish nima degani? Bu shunaqa bir suhbatlar, shunaqa bir so'zlar, gaplarki, Alloh taolo o'zining kitobida bunday so'zlarni, bunday suhbatlarni maqtagan. Va mana shunday suhbatlarga buyurgan, eshitganlarni maqtagan, ana shunday majlisdan yuz o'girganlarni mazammat qilgan. Astagfirullah. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ular kofirlar jahannamga tushganlaridan keyin aytishadi. Agar bizlar tinglab payg'ambarning so'zini, aql yurgizuvchi bo'lganimizda do'zax egalaridan bo'lmas edik. Demak, eshitmagan, xohlamagan. Eshitganimizda, tinglaganimizda, tafakkur qilganimizda do'zaxga tushmagan bo'lardi deyapti. Shuning uchun aytayapmiz, eshitishlik, tinglashlikni yolg'iz o'zi sizni najotga olib borishga kifoya qilib qolishi mumkin. Agar tinglab aql yurgizuvchi bo'lganimizda, demak, haqni tinglamaslik, haqdan yuz o'girishlik jahannam yo'li bo'ladi. Alloh azza va jallaning Qur'oni, birodarlar, siz bilan biz uchun dasturul amal. Allohning bu borlikka qo'ygan qonunlari bor. Buni misol bilan tushuntiramiz. Bir boshqa mamlakatga borib, chet mamlakatga borib turib bir tijorat tashkilotini ochmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Nima qilish kerak birinchi? Nimadan boshlaysiz shu biznesni? Avvalambor shu yurtni tijorat qonunlarini o'rganib chiqish kerak. O'sha qonunlarni bilsangiz, u yerdagi tijoratingiz yaxshi yuradi. Xuddi shunga o'xshagandek, Alloh taoloning bu borliqqa qo'yib qo'ygan qonunlari bor. Shu qonunni o'rganasiz, shu qonunga rioya qilasiz, saodat topasiz. Agar boyagi savdogar, biz aytayotgan savdogar o'zi bilganicha ishni boshlab olsa, katta pulni shu tijoratiga sarfladi, imoratlar sotib oldi, stanovlarni olib keldi, endi millionlagan pulni sarflab turib, endi yurgizaman desa, bitta qonunga to'g'ri kelmadi bu ishi. Bu mamlakatda bunaqa narsani tijorati mumkin emas ekan. Bo'ldi yutkizdi, bo'ldi kuydi. Shuning uchun bu dunyoga keldik. Bu dunyoda saodat topib yutishligimiz uchun Alloh taoloning qonunlarini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslarimizdan birodarlar, tinglash manzilatini eshitayotgandek davom etkazamiz. Eshitish turlari 3 xil. Idrokiy eshitish birinchisi, ikkinchisi fahmiy va aqliy eshitish, uchinchisi ijobat va qabul qilish eshitishi. Mana bittadan ko'rib chiqamiz. Odamlar eshitadi, mana shu 3 ga bo'linadi ularning eshitishligi. Birinchisi idrokiy eshitish. Bu qanaqa bo'ladi? Bir lektor minbarga ko'tarilib, chekishlikning zarari haqida leksiya o'qidi. Uni insonga zarari, yurakka, o'pkaga, asabga qo'yingki, insonning organizmiga zarari haqida gapirildi.
operatsiya qilingan shu chekishlikning oqibatida kasal bo'lgan, o'pgan, operatsiya qilgan ko'rsatdi. Go'zallik esa bo'ldi. Endi shu leksiyada o'tirganlardan bitta odam chekar edi, eshitdi, tushundi, lekin tashlamadi. Bu odamning eshitishligi idrokiy eshitish deyiladi. Eshitdi va tushundi. Ammo chekishni tashlamadi. Ikkinchisi, fahmiy va aqliy eshitishlik. Yana bitta odam bu leksiyani eshitdi, xulosa qildi. Ha, demak zarar ekan, qonga zarar ekan, asabga zarar ekan, nasl-nasabga zarar ekan. Demak insonning organizmiga katta zarari bor. Ajalni tezlashtirar ekan. Chekish aqldanmi? Tamakiga qul bo'lib qolishlik to'g'ri bo'lar ekanmi? Eshitdi va tafakkur qildi. Birinchi odam eshitdi, tushundi. Ikkinchi odam eshitdi, tafakkur qildi. Endi uchinchisi ijobat va qabul eshitishi. Yana bitta odam, uchinchi odam bu leksiyani eshitdi, tushundi, aqlini ishlatdi va qabul qildi. Chekar edi bu uchinchi odam ham bugundan boshlab tashadim sigaretni dedi-da, g'ijimlab turib axlatga tashadi. Demak, ma'ruzani eshitgan paytda odamlar ham mana shu 3 ta eshitishdan bittasida bo'ladi. Idrokiy, aqliy, ijobat. Idrokiy eshitdi, tushundi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa bir o'zgarish yo'q. Ikkinchisi eshitdi, tushundi, fikr qildi. Uchinchisi eshitdi, tushundi, fikr qildi, ijobat qildi. Demak, 3 xil eshish ekan. Bir odam ro'parasidagi odamga yelkasida chayon turibdi dedi. Haligi gapni eshitgan odam qarab turib, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, salomatlik joyidami dedi. Yelkasida chayon turibdi desa, hech qanday reaksiya yo'q. Endi mana shu reaksiya qilmayotgan odamni bu holatini 3 xil talqin qilish mumkin. Birinchisi so'zni eshitmadi. Shuning uchun hech narsa qilmayapti. Yoki bu gapirgan odamni, ogohlantirgan odamni tilini tushunmaydi. Yoki bo'lmasam chayonning nimaligini bilmaydi. Agar eshitib, tushunib, idrok qilib, qabul qilganida nima bo'lardi? Avtomatik yelkasini qoqib olar edi. Demak, shunday odamlar bor. Qulog'i bor, ishlaydi, ammo haqiqatni eshitmaydi. Oyatlarni eshitadi, hadislarni eshitadi, eshitmaganda ketaveradi. Bunaqa odamlar o'zlarini juda ham aqlli sanaydi. Ha, biz deydi 21-asrda yashayapmiz deydi. Ilm fan asrida yashayapmiz deydi. Bunaqa din, siz aytayotgan shariat, oxirat degan narsalar bizning zamonimizga to'g'ri kelmaydi deydi. Nazarida hamma yo'qni biladi bular. O'zini baland oladi. Alloh taolo bular haqida aytadi: Astagfirullah, ya'lamuna zohiran minal hayati dunya va hum anil akhirati hum g'ofilun. Ular oxiratdan g'ofil, bexabar bo'lgan hollarida faqat hayotda dunyoni zohirinigina biladilar. Bular qulog'iga kirdi, idrok qilmadi, fikr qilmadi, aqlini ishlatmadi, qabul qilmadi. Alloh taolo bunaqa haqida aytadi: Astagfirullah, va la takunu kalladina qalu sami'na va hum la yasma'un. Eshitmagan holda turib, eshitmasdan turib, eshitdik deydiganlarda bo'lib qolmanglar. Demak, eshitmaydi deganda Alloh taolo nima aytayapti? Tatbiq qilmaydi, qabul qilmaydi, ijobat qilmaydi. Mana eshityapmiz oyatlarni. Eshitib turib, riboni haromligini tashlasangiz, demak ijobat qildingiz, tatbiq qildingiz bilganingizni. Bildingiz, yolg'on gapirish harom ekan. Bildingiz, tarozdan urish harom ekan. Bildingiz, svetoforda qizilga o'tib ketish harom ekan. Bildingiz, streshniga chiqib yurish haromligini. Eshitdingiz. Endi tatbiq qilmadingizmi? Eshitganingizga amal qilmadingizmi? Demak, siz ijobat, qabul eshitish bilan eshitmadingiz. Shuning uchun birodarlar, fahmiy eshitish, aqliy eshitish hamda qabul qilish eshitishi. Bizda odamlar ko'proq qaysinisi? Mana endi Qur'oni Karimda mana shu fahm eshitishiga dalil bo'lgan oyatni keltiramiz. Astagfirullah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bih va lan nushrika bi robbina ahada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Qur'on tilovat qilib turganiga mana Nusaybin deb nomlanadigan joyning jinlari kelib eshitib guvoh bo'lishdi. Ey Muhammad ayting, menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi mening Qur'on tilovat qilganimni eshitib,
o'z qavmlariga qaytib borishgach dedilar: "Dar haqiqat biz haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biron narsani sherik qilmasmiz." Demak, eshitdi, tushundi. Idrokiy eshitish, aqliy eshitish. Astagfirullah. Innaka la tusmi'ul mauta va la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Aniqki siz ey Muhammad alayhisalom o'z da'vatingizni o'liklarga uqtira olmassiz va yuz o'girib ketayotgan kimsalarga ham bu da'vatni uqtira olmassiz. Alloh taolo o'lik deganda rostokam o'likni aytmayapti bu yerda. Rasululloh o'liklarni borib da'vat qilmaganlar. Tiriklarni da'vat qilganlar. Lekin bular eshitib, ijobat qilib qabul qilmaganligi uchun Alloh taolo bularni o'lik deyapti. O'liklar ham eshitadi, birodarlar. Dalil Nabiy sallallohu alayhi vasallam Badr kunida ana shu mushriklarning eng ulug'laridan 70 kishi qatl qilinganidan keyin ularni bir qalibga, chuqurga tashladilar. 70 ta mushrikni o'ligi yotibdi chuqurda. Shunda Rasululloh kelib: "Ey Amr ibn Hisham, ey Utba ibn Robiya, ey Valid ibn Utba" nomma-nom aytib turib, "Hal wajadtum ma wa'adakum robbukum haqqo?" Robbilar sizlarga va'da qilgan narsa haq ekanmi? Topdinglarmi shuni, ko'rdinglarmi? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani robbi haqqo dedilar. Albatta men Robbim menga va'da qilgan narsani haq ekanligini ko'rdim dedi. Umar ibn Xattob: "Ya Rasululloh, men o'liklarga gapiryapsizmi? Bu hidlanib jiyib ketdi bular sasib." Deganida Rasululloh aytdilar: "Sendan ko'ra ular yaxshiroq eshitadi meni" dedilar. Ha, o'liklar ham eshitadi, lekin qimillolmaydi-da. Xuddi shunga o'xshagandek, nafas olib harakatlanib yurgani bilan da'vatni eshitib turib, da'vatni qabul qilib, unga amal qilmadimi? Xuddi o'likka o'xshab ijobat qilinmagan odamlardan bo'ladi. O'liklar qatorida bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Va ma yastawil ahya valal amwat." Tiriklar bilan o'liklar ham barobar emasdir. Albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga haq da'vatni eshittirur. Ey Muhammad alayhisalom, siz qabrdagi kimsalarga, ya'ni o'liklarga, o'lik dillarga eshittira olguvchi emassiz. Idrokiy eshitish, fahmiy aqliy eshitish, ijobat eshitishi. Ijobat eshitishi. Bu mana shu eshitishlikning eng oliy darajasi, martabasi. Atrofimizdagi musulmonlarga bir nazar solaylik-da. Yer yuzida milliarddan oshiqroq musulmonlar bor. O'zini musulmon deb biladi. Lekin haqiqatda ham hammasi Alloh xohlagandek, payg'ambar xohlagandek ummati Muhammadiyami? Chinakamiga ummati Muhammadiyami? Alloh taolo bu ummatni maqtagan. Astagfirullah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Sizlar ummati Muhammad, insoniyatga chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'ldinglar. Eng yaxshi ummat sizlar. Va aytdi nima uchun yaxshi ekanligimizni. Ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna 'anil munkar. Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar. Shuning uchun biz yaxshi ummatmiz. Agar biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bo'lsak-ku, amr ma'ruf nahiy munkar qilmayotgan bo'lsak, da'vatga ijobat qilmayotgan bo'lsak, biz chin ma'noda ummati Muhammad bo'la olmaymiz, birodarlar. Tushunarlimi? Biz Muhammad alayhisalom ummatimiz. Go'zal, birodarlar. Lekin mana shu ummat da'vat ummati bo'ladi, ijobat ummati bo'ladi. Nima degani? Mana siz bilan biz yo da'vat ummatimiz, yo ijobat ummatimiz. Qarang, qaysinisida siz? Da'vat ummati kim? Alloh va payg'ambar da'vat qilgan odamlar da'vat ummati bo'ladi. Endi mana shu Alloh va payg'ambarning da'vatini qabul qilib ijobat qilgan odam ijobat ummati bo'ladi. Demak, agar da'vatni qabul qilib, uni o'zining hayotida tatbiq qilsa, shunda mana shu inson ijobat ummati qatorida bo'ladi, shunda Alloh maqtagan ummatdan bo'ladi. Bizga da'vat yetib keldi. Biz Muhammad alayhisalomning ummatini doirasiga kirdik. Endi tatbiq qilishimiz qolibdi, birodarlar. Ana shu tatbiqimizga yarasha kun ko'ramiz. Olim va badavlat bo'lgan bir inson o'zini farzandlarini yig'ib olib aytayapti. 5 ta farzandi bor, o'g'il qiz aralash. Biror bir sohada bir mutaxassis bo'lib, bir ilmiy sohada bir martabaga erishishga
niyatinglar, layoqatinglar bo'lsa, hammangizning imkoniyatlar teng. O'qiyman desanglar, hammangizga sharoitni qilib beraman dedi. Ya'ni da'vat, taklif hammaga bir xil aytildi. Lekin mana shu 5 ta farzandidan bitta farzandi ijobat qildi. Oliygohga kirdi, qattiq mehnat qildi. Shu bilan ilmiy darajaga, bir martabaga erishdi. Bizga ham Alloh tomonidan, payg'ambar tomonidan da'vat kelgan. Eshitdik. Shansimiz bir xil, imkoniyatimiz bir xil. Endi qabul qilib ijobat qilsak, maqtalgan ummatdan bo'lamiz. Yutuq nimada? Mana shu senga kelgan da'vatni, taklifni qabul qilasan, amal qilasan, hayotingda tatbiq qilasan, lekin dinni hamma mevalaridan bahra olasan. Demak, eshitishlik 3 turli bo'ldi: idrokiy, aqliy va ijobat eshitishi. Dunyodagi hamma masjidlarda namozdan keyin musulmonlar duo qiladida sami'na va ata'na g'ufronaka. Eshitdik, itoat qildik, bizning gunohimizni kechirdik. Deydi-yu, ammo hayotda qilayotgan ishni qaraydigan bo'lsangiz, u aytgan gapiga xilofliklar bor. G'iybat bor, namima bor, harom luqma bor. Eshitdik, itoat qildik. Shunaqa bo'ladimi? Yahudilar nima deyishgan? Sami'na va asoyna deyishgan. Eshitdik va bosh tortdik deyishgan. Eshitdik, qabul qilmadik deyishgan. Biz nima deyapmiz? Eshitdik, itoat qildik deyapmiz, lekin hayotda bu narsaga itoat qilayotganimiz ko'rinmayapti. Shuning uchun birodarlar, mo'min odam eshitdik, itoat qiling degandan keyin ijobat qilishligi kerak bo'ladi. Astagfirullah. Robbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi robbikum fa amanna. Robbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Parvardigoro, albatta biz Parvardigoringizga iymon keltiring deb iymonga chorlagan jarchi Muhammad alayhisalomning nidolarini eshitdik-ku, iymon keltirdik. Parvardigoro, bizning gunohlarimizni mag'firat qil, qilgan yomonliklarimizni o'chirgin va bizlarni yaxshilar bilan birga o'ldirgin. Musulmon odam uni manhaji bor. Hayotda programmasi bor. U nimani eshitish kerak, nimani eshitmaslik kerak yaxshi biladi. Alloh g'azablangan narsani eshitmaydi, Alloh ijozat bergan narsalarni eshitadi. Mana muzika. Alloh o'zini mo'min bandalarini maqtab aytayapti. Astagfirullah. Va idza sami'ul lagwa a'radu anhu va qalu lana a'maluna va lakum a'malukum. Salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Qachon u mo'minlar behuda narsalarni eshitsa, undan yuz o'girurlar. Mana shu yerdagi lag'u, behuda narsani ulamolar musiqa deyishgan. Muhammad al-Hanafiya lag'u, g'ino, musiqa, muzika deydi. Vallazina la yashaduna zura va idza marru bil lag'wi marru kirama. Ular Rahmonning bandalari, suygan bandalari. Yolg'on guvohlik berishmaydi va lag'v oldidan o'tgan vaqtida oliy janoblik bilan undan yuz o'girgan hollarida o'tirlar. Masxaravozlikda eshitsa, g'iybat shikoyatda eshitsa, johillar ularga xitob qilsa, muzikani eshitsa, nima qiladi? Oliy janoblik bilan yuz o'girib ketadi. Shuning uchun fe'lan mo'min bo'lgan banda bunga o'xshagan narsalarni eshitishdan o'zini ehtiyot qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi, g'ino qalbda nifoqni o'stiradi. Xuddi suv o'simligini o'stirganidek. Qaytaramiz. Xuddi suv o'simligini o'stirganidek, muzika, g'ino insonda qalbida nifoqni o'stiradi. Inson muzikani qancha ko'p eshitar ekan, shuncha qalbida nifoq ko'payib boraveradi, lekin buni sezmaydi. Din birodarlar mustaqim bo'lishligi bilan komil bo'ladi. Din istiqoma bilan bo'ladi. Biz Alloh taolodan karomatni, Allohni viloyatini so'rayapmizmi? Alloh taolo bizdan istiqomani so'rayapti. Bandani qalbida Qur'on bilan muzika bir bo'lmaydi.
biri ikkinchisini surib chiqaradi. Buni misoli yorug'lik bilan zulmatni misoliga o'xshaydi. Yo yorug'lik bo'ladi, yo zulmat bo'ladi. Qarangda, masalan, bir-biriga zid bo'lgan narsalar bor, bir-biriga teskari narsalar bo'lgan narsalar bor. Masalan, bitta doskani yarmi oq, yarmi qora bo'lishi mumkin. Bir vaqtning o'zida yarmi oq, yarmi qora bo'lishi mumkin. Demak, doska ham oq, ham qora deyishimiz mumkin. Bu bir-biriga teskari narsa. Ammo zid degan narsa bir-biri bir vaqtda bo'la olmaydigan narsalar. Masalan, odam yo o'lik bo'ladi, yo tirik bo'ladi. Xuddi shunga o'xshaganda yo zulmat bo'ladi, yo yorug'lik bo'ladi. Endi Qur'on bilan muzika bir-biriga zid narsa. Yo Qur'on bo'ladi, yo muzika bo'ladi. Tushunarlimi? Qur'on bilan muzika bir-biriga teskari narsa emas, bir-biriga zid narsa. Demak, qoida birodarlar. Qur'on va musiqa bir-biriga zid narsa, ularni biri ikkinchisini surib chiqaradi. Odamlar bor, imom domla Qur'onni ozgina uzoqroq o'qib qo'yadigan bo'lsa, malollanib ketadi. Biz o'shalardan emasmizmi? Bir tekshirib ko'rishimiz kerak o'zimizni, birodarlar. Soatlar muzikani eshitaveradi, soatlar g'iybat, namimani eshitaveradi, ammo Qur'on o'qisa nima bo'ladi? Malollanib qoladi. Alloh azza va jalla ana shu eshitib, tushunib, idrok qilib, qabul qiladigan bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.